Videoni boshlashdan oldin mana soat 14:39 qanday qilib $100 5 daqiqa ichida topishni sizga tushuntiraman. Keyin videoni ko'rasizmi, ko'rmaysizmi o'zingiz hal qiling. Bu yerda pozitsiyamiz hozir Tillo Newsga qaraganda oqqandan keyin откат beradi. Shuning uchun buy bilan kiramiz. Bu yerda qancha lot ochamiz? 1 lot bilan kiramiz. $49 bilan ochildi bu narsa. Balansimizda $1000 bor. O'zi ozgina prosatka bo'ldi. Bu yerdan дополнительно 1 lot beramiz. $79, 197. Yopdik. $75 bilan yopdik. Bu degani 1 million so'm. Tushunyapsizmi? Tradingda 1 million so'mni 1 daqiqada topib qo'ydik. Videoni ko'ravering. Hammaga assalomu alaykum akalar. Bugungi videomizda qanday qilib yangi registratsiyadan o'tishni XM'da tushuntirib o'taman. Qanaqa bonuslari bor, plyus minuslarni qanday qilib, masalan, $100 tashsa $200 qilib olishni, pul tashlamasdan foyda qilishni ham tushuntirib o'taman. Video aniq sizlarga yoqadi, ma'qul bo'ladi. 1000 ta obunachi bo'ldik. Hammaga rahmat. Shu uchun 3 kishiga 1 million so'mdan tashlab berdim. Shu hafta registratsiyadan o'tib yaxshi savdo qilganlar uchun Telegram kanal ochdim. Mana sizlarga bu yerda kurs sotilmaydi, pul olinmaydi sizlardan. Prosta sotib olingan kurslarni bepulga sizlarga tashlab beraman. Shu videolardan o'zim o'rganganman. Mana OKMFix'da bossalar chiqadi. Keyin bu yerda registratsiya uchun shu videoni tagida ham bor, любой videoda ham bor. Mana bu yerda описаниеda ссылка bor. Именно официальный ссылка bo'lishi kerak. Mana Google Chrome farqi bosamiz. Mana XM ofitsialniy sayti chiqib keldi bu yerda. Pochta degan joyga o'zlaringizni pochtalaringizni yozasizlar. Mana gmail.com parol degan joyga o'zingiz parol yozib topasizlar. Masalan, bu yerda 10 ta simbol bo'lsin deyapti. Mana 10 ta simbol topdik. Bitta katta harf, bitta sifra va oxiriga mana bunaqa simbolcha bo'lishi kerak. Buni ham farqi yo'q. Buni bosamiz. Требование to'g'ri bo'ldi. Bu yerda galachkani bosamiz, registratsiya degan joyini bosamiz. Pochtaga deyapti, SMS boradi deyapti. Pochtani tekshiramiz. Mail, mana pochtaga kiramiz. Bu yerda verifikatsiya qiling deyapti. Verify emailni bosamiz. Yana Google'dan o'tamiz. Pochtamiz уже kirildi. O'tgan pochtamizdan registratsiya o'tish uchun уже mobil ilovasini yuklab olamiz. XM'ni mana yuklab olyapman hozir. Mana okalar уже kirib oldik. Bu yerda get started emas, login degan joyni bosamiz. Уже bor-ku bizning emailimiz. Boyagi qo'yilgan email bilan parolimizni yozishimiz kerak. Xuddi shunaqa qilib yozasiz. Parolingizni qanday qo'ygan bo'lsangiz, xuddi shunaqa qo'yib, login degan joyga bosamiz. Bu yerda yana SMS keladi. Bu yerda mana Gmailga kirib 623 768 623 768 ni yozamiz. Mana akkauntimiz pashi tayyor. Mana kirib oldik akkauntga. Bu yerda bonus degan joy bor. Mana bonus $100 tashsangiz $200 bo'ladi silkadan registratsiya o'tganingiz uchun. Yana imенно mendan kelganingiz uchun, registratsiyadan o'tganingiz uchun shu hafta dushanba kundan boshlanadigan savdoda eng yaxshi savdo qilgan odamga ikkitasiga 5 million so'mdan tashlab beraman. Menga chiqadi, kim yaxshi savdo qilgani pochtamga keladi. Hamma narsani ko'rib turaman men. Shuning uchun yaxshi savdo qilsalaringiz 5 milliondan 2 kishiga tashlab beraman. Dальше XM Competition degan joyi bor. Bu yerda demodan ham $25,000 gacha mana price pool qo'ygan, birinchi o'ringa $2,000 beradi. Bu ham o'rganishlaringiz uchun yaxshi foyda. Keyin oxirgacha tugatib olishimiz kerak. Complete degan joy bor. Bu yerda nomerimizni yozamiz. Mana nomerni yozdik, o'tamiz shu nomer bilan. SMS keladi, SMSni yozamiz. Keyin pasport so'raydi. Men registratsiyadan o'tganman, ikkinchi bor уже pasportni kirgiza olmayman. Bu yangi akkauntni ko'rsatyapman. Shuning uchun yashash turar joy manzilini YouTubedan my.gov.uz dan olishlaringiz mumkin. Yashash joyidan ma'lumot degan videoni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerlarda bor. 1 minut vaqtingizni oladi, ko'p emas. Tashlaganingizdan keyin 1 soat ichida verifikatsiya qilib beradi akkauntingizni. Undan keyin bu yerda community bor, o'rganishlaringiz mumkin. Ilovani ichida mana copy trading degan joy bor. Birov savdo qilayotganini, masalan, 50% foyda qilgan. Ichiga bosib qancha investitsiya kirgizishingiz mumkin, qancha pulingiz oshadi. Birov savdo qilsa ham siz ham foyda qilishingiz mumkin. Opsiyasi XM brokerda juda ham ko'p. Shuning uchun registratsiyadan o'tishingiz mumkin. XNS bilan ham ishlaganman. Eng yaxshisi baribir XM deb hisoblayman.
Shuning uchun endi MetaTrader 5 ga akkauntimizni ulashni ham ko'rsataman. 100% tradingga tayyor bo'lishlaringiz uchun. Biz shot ochdik, bizda 0 ko'rinadi, shu uchun ulab olishni ko'rsataman. My shot degan joyga bosamiz. Bu yerda pastida server degan narsani mana kopirovich bo'lamiz. MetaTrader 5 ga kiramiz. Pastda nastroyki degan joy bor. Nastroykiga bosamiz. Pluschani bosib bu yerda shu kopirovich degan narsamizni shunday qo'yamiz. Tamam. Bu yerda logins. Loginni ham xuddi shu yerdan bosib olamiz. Mana nomer shoti. Boshda yozgan parolingizni kirgizamiz. Yozib kirgizamiz, keyin bossak kiradi. Hisob to'ldirish uchun yana XM ga qaytamiz. Пополнить счет degan joy bor. Mana пополнить счет. Bu yerda Visa karta, Uzcard, Humo. O'zim tavsiya qilaman Visadan to'ldirishni, agar Humoda bo'lsa undan ham yaxshi. Visada chunki eng minimalni boshiga menimcha $5 edi. Hozir minimalni $15 bo'lgan. $15 kirgizamiz. Bu yerda подтвердить. Bu yerda karta raqamingizni yozasiz. Hamda qachongacha amal qiladi и CV kodini. Keyin kimga karta tegishli. Yozib bo'lgandan keyin pay qilamiz. 2 minut 1 minut ichida tashlab beradi.